yana internet ishlamay qoldi. Bugun sizdagi aynan shu muammoni shunchaki yo'q qilib yuboradigan top 3 ta o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda Limbo. Bu o'yinni o'ynayotganda o'zingizni xuddi tushdagidek his qilasiz. Hamma yoq qora oq. Ovozlar esa odamni shunchaki etini titratib yuboradi. Siz o'rmonda uyg'ongan bolakayni boshqarasiz, xavfli tuzoqlardan o'tasiz. Bu shunchaki o'yin emas, bu haqiqiy atmosfera. Ikkinchi o'rin Dead Cells o'yini. Agar sizga tezkor harakatlar va janglar yoqsa, bu o'yin aynan siz uchun. Bu o'yinni o'ynayotganda siz qanday qilib vaqtni o'tib ketganini ham sezmay qolasiz. Internet yo'qligida vaqt qanday o'tgani umuman bilinmaydi. Stardew Valley o'yini va nihoyat ro'yxatimizning yakunida. Bu o'yinni asabni tinchlantirish uchun tavsiya qilaman. Sizga meros bo'lib qolgan eski fermani tiklashingiz, ekinlarni ekishingiz va baliq tutishingiz kerak bo'ladi. Bir qarashda oddiy ko'rinsa ham o'ziga shunday bog'lab oladiki, hatto poyezdda yoki samolyotda ketayotganingizni ham esdan chiqarib qo'yishingiz mumkin. Albatta, kanalga obuna